Men faqat menga qarashingizni istayman. Shuning uchun men doim sizni tanlayman. Bilaman, kelajagingizga jiddiy yondashasiz, lekin siz shunchalik uzoqdagi narsaga qattiq bog'langansizki, hatto burningiz ostidagi narsaga ham qaramaysiz. Meni bundan xafa bo'lishim tabiiy holat emasmi? Iroha, meni ortda qoldirmang. Men siz bilan abadiy yaqin bo'lishni xohlayman. Men bizdagi Unga nima bo'ldi? Bularni barchasini nega hozir aytyapsan? Nima? Men nima qilishim kerak? Qo'lga tushdingiz. Bunga umid qildingizmi? Ishonamanki shunday qildingiz. Men har doim shunday sevgizxor sahnasini sinab ko'rmoqchi bo'lganman. Agar siz asabiylashsangiz, bu eng yoqimli narsa bo'lishini bilardim, chunki siz odatda meni qiz sifatida ham ko'rmaysiz. Xo'sh, bu qanday hissiyot edi? Uyalganingizdan hech narsa deya olmayapsizmi? Ha, qulog'ingizgacha qizarib ketgansiz, ahmoq senpai. Siz juda ham yoqimtoysiz. Sen endi birorta ham so'zingga ishonmayman. Axlat ayol! Yo'q, Joyingda tur, qochib ketolmaysan. Baribir qo'limga tushasan. Bu yerga kelganing uchun tashakkur. Yo'q, sizga rahmat. Bilaman, siz juda band odamsiz. Aslida yana bir odam bor, lekin avvaliga sen va men yolg'iz gaplashib olishimizga nima deysan? Yaxshi. Sen meni hayratda qoldirding. Allaqachon o'yin ishlab chiqarganing va uni chiqarganligingni bilmagan edim. Men buni yolg'iz qilmadim. Bu jamoaviy harakat edi. 05-qavat alyansi. Dasturchi Oz. Tasvirchi Murasaki Shikubu sensei. Ssenariy Makigai Namako. Va sirli ovoz aktyorlar brigadasi X. Va prodyuser va rejissyor Aki. Boshqacha qilib aytganda sen. Biz bir jamoa bo'lib ishlab bu natijaga erishdik. Birortamiz bo'lmaganimizda bu o'yin mavjud bo'lmasdi. Ha, sanoat shu haqida gapiryapti. Sirli ijodkorlar jamoasi yaratgan narsa og'zaki nutq orqali obro' qozonib 1 million marta yuklab olindi. Shunga qaramay, oldimizda hali ko'p yo'l bor. HBW qo'ygan hamma narsa avtomatik ravishda milliondan ko'p yuklanadi. O'zingizni biz kabi yirik biznes bilan solishtirish bema'nilik. Sizlarda raqobatbardosh bo'lish yo'lini topgan kichik jamoa bor. Maktabda o'qib yurganimda shunday qila olarmidim yoki yo'qmi bilmayman. Va bu mashhurlikka loyiq o'yin. Xo'sh, siz o'sha kuni gapirgan shartlar qanday edi? Ha, avvaliga buyurtma beraylik. O'zingga yoqqan narsani olishing mumkin. Bizga yana kimdir qo'shiladi dedi. Shunday emasmi? Saytga yo'llash menejeri bo'lishi mumkinmi? Va uni shartlari qanday? Agar u o'yinni ko'taradigan bo'lsa, men buni taklif qilganimdan juda ham xursand bo'lar edim. Va ikkalamiz uchun ichimlik bor. To'g'ri, 3 ta qila olasizmi? Ha, Sizni barmoqlaringiz juda ham yoqimli. nima? Haligi. Kechki ovqatdan keyin ko'rishamizmi? Balki yuragimni yo'lovchi o'rindig'i aynan siz uchun bo'sh bo'lib turgandir. Janob, men hozir ishdaman. Uzr so'rayman. Tog'a, bunday qilmasligingiz kerak edi. Ularga aytmaguningcha, odamlar seni yoqtirishingni bilishmaydi. Tsundere bo'lish faqatgina animelarda ishlaydi. Bunga qo'shilaman. O'zing qara. Birinchi urinishda yo'q, uni munosabati shunday bo'lsa, yana 2 ta qoldi. Bu yigit haqiqiy uyatsiz. Janursan, men so'rish rejimidan chiqib ketyapman. Men hojatxonaga borib kelaman. Ha, yaxshi, boraver. Men qariyani ofitsiantga ko'z suzganini ko'rmadim deb o'zimga takrorlashim kerak. Men prezidentni kuchukchasiman. Men prezidentni kuchukchasiman. Men prezidentni kuchukchasiman. Nima bo'ldi, Kohinata? Uyingga bormaysanmi? Bugun senpaysiz, bu yer juda zerikarli. Jig'iga tegadigan hech kim yo'q. Ikkalangiz orangizda nima bor? Hech narsa. Oramizda hech qachon hech narsa bo'lmaydi. Tushunarli, demak hech narsami? Xo'sh, bu kim? Nima? U esingda yo'qmi? Kichkinaligingda sen kelib, bu bilan doimo o'ynarding. Bir soniya. Mashiro. Sukinamori Mashiro.
tog'amning qizi va meni jiyanim. Adashmasam, u shahardagi nufuzli qizlar maktabiga boradi. Lekin Mashiro bu yerda nima qilyapti? Men uni birga olib keldim. Bu meni 05-qavat Alyans kompaniyasini HPW xodimlari sifatida ishga olish shartlarim bilan bog'liq. O'qishni tugatguninggacha Mashironi soxta yigiti bo'lishingni istayman. Haligi nima bo'lishimni istaysiz? Uni soxta yigiti. Nima? Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Aqldan ozganmisiz? Nega bunday qiynoqni boshdan kechirishim kerak ekan? Xudbin bo'lishni bas qil. Sen nufuzli qizlar maktabidan qo'shma davlat maktabiga o'tish istagingni ro'yobga chiqarish yuragimni ezdi. Nahotki o'sha yaramas yirtqich hayvonlar ortingdan kelishini bila turib, seni yoningga qo'riqchi qo'ymaydi deb o'ylayotgan bo'lsang, bundan bu soxta yigit sxemasiga qanday yetib kelganingizni bilmayman. Men rad etaman. Nima, u meni maktabimga o'tadimi? Ha, hammasi tartibga solingan. Lekin nega birdaniga? Bilasan, bunday qilmang. Akiga buni aytmang. Unga aytishim kerakligini bilasan. Gap shundaki, Mashiro yuqori maktabga deyarli bormadi. U darslardan qoldimi? Xo'sh, qisqa qilib aytganda shunday. Agar sababini tushuntirsam, tuni bo'yi shu yerda qolishimiz mumkin. Meni bilishim shart emas. O'tmishdagi voqealar tufayli darsga bormay qo'ydi, lekin u o'zgarishni xohlayotgani uchun o'tishga qaror qildi, to'g'rimi? Menga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlar shular. Men samaradorlikka intilaman, shuning uchun men keraksiz ravishda keraksiz narsalarga aralashmayman. Agar men qo'shimcha ma'lumot so'rasam, bu sof qiziquvchanlikdan kelib chiqqan bo'lardi. Aki, bu juda ham yaxshi falsafa. Men bu vaziyatni va tashvishingizni tushunaman. Va bu meni HPW da ishlashim uchun rad etib bo'lmaydigan shart. Ha, to'g'ri, rad etib bo'lmaydi. Unday bo'lsa buni qabul qilaman. Mashiro, sen nima deysan? bu soxta bo'lsa mayli. O'tish uchun shartlaringizni qabul qilishim kerakligini aytdingiz. Rostini aytsam, menga bu fikr yoqmaydi. Xo'sh, shunday bo'lsa kelishuvga erishdik. Buni intiqlik bilan kutaman, Mashiro. Men bilan do'stona munosabatda bo'lma, uyatsiz, buzuqi. Esingda bo'lsin, bu soxta, biz do'st bo'la olmaymiz. Xo'sh, menimcha bu yaxshi. Til topishib olganingizdan xursandman. Nima uchun bunday deb o'ylayapsiz? Rostdan ham, menimcha sizga ko'z doktori kerak. Ko'rdingizmi, mukammal sinxronlashdingiz. Ha, to'g'ri, Akiteru. Ha, sen uni soxta yigitsan. Mashiroga biror bir harakat qilsang, davom ettirish shart emasdir. Xavotirga hojat yo'q. Mashiro baribir mendan nafratlanayotganga o'xshaydi. Senga nisbatan sovuq va qattiq qo'l bo'lgan odam seni yoqtiradimi? Bu haqiqat bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, nega men atrofimni shunchaki hamma narsani og'irlashtiradigan ayollar o'rab olishdi? Mayli, ertadan ishni boshlashing mumkin. Soxta yigit. Yaxshi. Ishlarim ko'payadigan ko'rinadi. Anime Anibro.uz sayti uchun o'zbek tiliga o'girildi. 私はまだ知らない